Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mani ismim doktor Jamshid. 5 yillik ish stajiga ega bo'lgan terapevt, neurologman. Ushbu videoda men sizlarga insultni keltirib chiqaradigan sabablar va insultni oldindan aniqlash mumkin bo'lgan belgilar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Umid qilamanki, ushbu videoda beriladigan ma'lumotlar sizlarga foydali bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p, boshlashdan avval insult o'zi nimaligi to'g'risida ma'lumot berib o'tsam. Insult bu miya qon tomirlarini turli xil shikastlanishi natijasida miyaga ozuqani yetib borishini to'xtab qolishi va miya hujayralarini nobud bo'lishi. Mana shu jarayonga insult deyiladi. Endi men sizga aytdimki, turli xil jarayonlar natijasida qon oqishini buzilishi dedimi? Mana shu ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Birinchisi bu ishemik turi, ikkinchisi bu gemorragik turi. Ishemik deb aytiladigan turi qon tomir ketyapti, qon ichida oqib ketyapti, bum, qon tomiri yopilib qoldi va qon tomir yopilgan joydan boshlab o'ta olmaydi. Shuning uchun bunaqangi turdagi insultlarni ishemik turdagi insult deyiladi. Ikkinchi turi bu gemorragik deyiladi. Gemorragik turi qon tomiri bor bizda, u butun bo'lishi kerak. Qandaydir sabab tufayli qon tomir yorilib ketdi va uning ichidagi qon oqib ketyapti. Shuning uchun ham bu gemorragiya, ya'ni qon ketish turidagi insult deyiladi. Qaysi mexanizmda bo'lishidan qat'iy nazar, ikkalasida ham miya hujayralariga boradigan qonning miqdori kamayadi va miya hujayralari nobud bo'ladi. Shuning uchun ham insultda miya hujayralari nobud bo'lganligi tufayli turli xil a'zolarning funksiyalari yo'qoladi. Endi siz bemor sifatida yoki kuzatuvchi sifatida tibbiyotga aloqador bo'lmagan odam sifatida bilishingiz kerak bo'lgan bir qancha belgilar mavjud. Ushbu belgilar sizga yaqin ehtimollikda sizda insult rivojlanishi mumkin degan tushunchani berish kerak va qo'shimcha tekshiruvlar, davolash choralari orqali siz insultdan qutulib qolishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirgi endi ikkinchi o'tadigan qismimiz bu insult oldi belgilari. Insult oldi belgilari qisqa muddat ichida sizda qandaydir diskomfort yuzaga kelib, ularni o'tib ketishi bilan namoyon bo'ladi. Misol uchun, ko'rish xiralashishi. Kimdadir ko'rish qisqa muddatga, bir kun ichiga xiralashib, mutniy bo'lib deydi yoki zreniyasi pasaygandek bo'lib ko'rinadi va bu holat bir kun ichida, 2 soat ichida, 3 soat ichida o'tib ketishi mumkin. Va hattoki ba'zi bir odamlarda bu narsa bir necha marta ham takrorlanishi mumkin. Yana eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu nutqning buzilishi. Agar sizga to'satdan nimanidir gapirib berish yoki qandaydir nutqni tushunish qiyinchiligi yuzaga kelsa va bunaqangi holat oldindan kuzatilgan bo'lsa, darhol sizda insult rivojlanishi mumkin yoki mumkin emaslik degan savolga javob berish uchun shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Xo'p, keyingisi bu eshitish. Quloqda to'satdan qandaydir shivirlagan ovozni paydo bo'lishi, shovqinni paydo bo'lishi yoki portlashga o'xshagan ovozni to'satdan paydo bo'lishi va bu holatni o'tib ketishi ham keyinchalik sizda insult rivojlanishi mumkin degan belgi bergan bo'lishi mumkin. Keyingi belgi bu bosh aylanishi. To'satdan turganingizda bosh aylanib ketdi, ko'ngil aynish bilan bo'ldi. Mana shu holat ham insult oldi belgi bo'lishi mumkin. Bu belgilar yuzaga kelgan paytda boringizda shifokorga murojaat qiladigan bo'lsangiz va bu holat 1 soat 24 soat ichida o'tib ketadigan bo'lsa, bunga biz tranzitor ishemik ataka deb diagnoz qo'yamiz. Ya'ni o'tib ketuvchi ishemiya. Ya'ni insultning bitta turini ishemiya degandek. Shu ishemiya, ya'ni qon kam borish kuzatildi, lekin u sizda vaqtinchalik asoratlar beradi xolos. Endi insultni qanday sabablar keltirib chiqaradi? Nima uchun qon tomiri yorilib qoladi yoki qon tomiri bekilib qoladi? Ya'ni eng keng tarqalgan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu qon bosimi. 90% holatlarda insultga uchragan odamlarning qon bosimi ko'tarilib turishi aniqlangan. Bundan kelib chiqadiki, qon bosimi qancha yuqori bo'lsa, insonda shunchalik insult rivojlanish xavfi yuqori bo'lar ekan. Xo'p, buning uchun qon bosimi normal holatda nechga teng bo'lishi va biz qon bosimini qanaqa maqsadli ko'rsatkichda ushlab yurishimiz kerakligini bilib olishimiz kerak. Qon bosimi normal holatda 130 ga 90 dan past bo'lgani ma'qul. Bordi bundan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu insult xavfini sezilarli ravishda oshiradi. Nafaqat insult xavfini, balki boshqa qon tomir asoratlari, misol uchun infarktning ham xavfini oshirishi mumkin. Ba'zi bir insonlar bor, qon bosimi maniki 150, 160 yaxshi his qilaman, chunki bu meni рабочий давлением deb yurishadi. Bu juda ham qo'pol xato hisoblanadi. Chunki siz hech qanday o'zingizda diskomfortni his qilmaganingiz bilan qon tomirlaringiz ichidan yemirilib boraveradi. Qon tomirlar devori shikastlangan paytda u yerda yallig'lanish sodir bo'ladi. Yallig'lanish o'rnida xuddi terida shikastlangan paytda chandiq hosil bo'lgan kabi tomirlarning ichida ham chandiq hosil bo'ladi. U yerga keyinchalik yog'lar o'tirib, ateroskleroz deb aytiladigan hosilalarni hosil qiladi. Demak, ikkinchi asosiy sabab bu ateroskleroz ekan. Ateroskleroz bu mana buni qon tomir deb oladigan bo'lsak, qon tomir devori ichida yog' to'plamlarining hosil bo'lishi va natijada qon oqib o'tishiga qiyinchilikni tug'dirishi. Bu holat ham asosan metabolik sindrom, ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'lgan, qonning tarkibida yog' miqdori ko'p bo'lgan odamlarda hamda qon tomiri devori doimiy shikastlanadigan, asosan
yuqori qon bosimi fonida tomir shikastlanib yurgan odamlarda ko'p kuzatiladi. Tomir mana shunaqangi torayib turgan holatda ba'zi bir paytlarda mana bu aterosklerotik to'plam yorilib joyidan ko'chishi mumkin va natijada to'liq to'sib qo'yadi qon tomirini va qon o'tishi endi imkonsiz bo'lib qoladi. Ya'ni bizda ishemik insult yuzaga keladi. Bundan tashqari, yurakni funksiyasini noto'g'ri bo'lishi, ya'ni aritmiyalarni bo'lishi ham insultni keltirib chiqarishi mumkin. Aritmiya deganda yurak o'zi normal holatda bir xil oralikda urish kerak. Tuk, 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 xuddi soat kabi. Undan tezroq yoki undan sekinroq bo'lgan holatda. Lekin asosiy shart bu uni oralig'ini bir xil bo'lishi. Bordi mana shu orasidagi interval saqlanmasa, u aritmiya deyiladi. Yurak doimiy ravishda bir xil oralikda urib turganda, uni ichidagi qon kelib, chiqib ketaveradi. Lekin qon bir xil payt urib, bir xil payt urmay turgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aritmiya bo'ladigan bo'lsa, qon zarralari ma'lum bir muddat turib qoladi va u yerda zgustok, ya'ni qon ivib qoladi. Mana shu ivib qolgan qon endi tromb deyiladi. Yurakdan ko'chib, miya qon tomirlariga tiqilishi mumkin. Ya'ni mana shu qon tomirining boshlanishi bizda agar yurak bo'ladi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, yurakdan chiqadigan tromb borib tomirni tiqiltirib qo'yadi. Bu ham insultga olib keladi. Shuning uchun mana bu sanab o'tgan belgilarimiz yuzaga keladigan bo'lsa, biz qon bosimini nazorat qilish to'g'risida o'ylashimiz kerak, qondagi yog' miqdorini ko'rishimiz kerak, ateroskleroz, ya'ni tomirlar qanchalik torayganligini turli xil tekshiruvlar yordamida baholashimiz kerak. Yurakni to'g'ri uryapti yoki noto'g'ri uryapti degan savollarga javob berishimiz kerak. Bundan tashqari, insult keltirib chiqaradigan sabablardan biri bu bizni turmush tarzimiz hisoblanadi. Ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'lish, chekish, ichish, ya'ni spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish qon tomirlarining funksiyasini buzadi. Yurak funksiyasini ham buzadi. Bu qon bosimini oshishiga, tomirlar devorining shikastlanishiga, ateroskleroz yuzaga kelishiga, yurak ritmini buzilishiga olib keladi. Shuning uchun agar ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa bizda, ortiqcha vazndan qutulishga harakat qilishimiz kerak, chekishdan va ichishni tashlashga harakat qilishimiz kerak. Albatta bu, ya'ni semizlikdan qutulish, chekish va ichishni tashlash ancha ko'p energiya talab qiladi. Lekin agar yetarli motivatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu metodlar bepulga tushadi sizga. Bu turmush tarzini o'zgartirmasdan turib, insultga qarshi kurashish deyarli samarasiz. Shuning uchun ham bu qismga ko'proq e'tibor beramiz. Agar biz turmush tarzini to'g'rilaydigan bo'lsak, qon bosimi ham normallashadi. Yurak ritmi va aterosklerozni to'g'irlash uchun esa maxsus choralar bor. Buni shifokor bilan maslahatlashgan holatda hal qilish kerak. Endi gemoragik insult deb aytiladigan turining asosiy sabablaridan biri ham qon bosimi hisoblanadi. Bosim yuqori bo'lgan paytda tomir yorilib ketishi mumkin va uning ichidagi qon atrof muhitga, ya'ni miya to'qimasini atrofiga quyilib qoladi. Qon tomirining yorilishiga moyil qiladigan sabablardan biri bu anevrizma hisoblanadi. Mana misol uchun anevrizma nima desa, mana qon tomiri bor bizda, normal. U to'g'ri chiziqqa ega bo'lishi kerak edi va u 3 qavatdan iborat, ya'ni mustahkam. Ba'zi bir paytlarda esa qon tomirining devorini kuchsiz joylardan kengaymalar hosil bo'ladi. Va mana shu kengaymalar yorilishga moyil bo'ladi. Bordi yorilish holati kuzatiladigan bo'lsa, bu ham gemoragik insult keltirib chiqaradi. Insultning yana bir asosiy sabablaridan biri bu emboliya deyiladi. Ya'ni tananing turli xil qismlaridagi moddalar, yog'lar yoki bo'lmasam havo kelib tomirlarga tiqiladi va insultni keltirib chiqaradi. Qon bosimini haddan tashqari pastga tushib ketib, mana misol uchun 200 давление bilan yurgan edi bemor, bitta dori berdinglar uyda yoki bo'lmasam shifoxonaga kelsanglar, ma'lum bir belgilar hisobga olinmasa va давление bir vaqtning o'zi 200 dan 120 ga tushirib yuboriladigan bo'lsa, bu ham xavfli hisoblanadi. Chunki qon tomiri torayib turgan payt давление tushib ketsa, endi miyaga qon o'tmay qoladi. Давление tushgani hisobiga. Shuning uchun insultni oldini olishda mana shu yuqorida sanab o'tilgan faktorlarga e'tibor berish kerak. Siz o'zingizdan yoki tanishlaringizdan mana bu holatlar kuzatiladimi, kuzatilmadimi degan savolga javob berishga harakat qilishingiz kerak va bordi-yu shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, qon bosimini nazorat qilish, aterosklerozni qanchaga rivojlanganligini aniqlash, yurak ritmini buzilishi bor-yo'qligini aniqlash, qon tomirlariga turmush tarzini ta'sirini ko'rish kerak va mana shu tavsiyalarga rioya qiladigan bo'lsangiz, insultni oldini olib qolish ehtimolligingiz ancha ortadi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi sahifalarda sizga bundan-da ko'p foydali ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.